Bugungi videoda ovqatni qanday sharoitda yeyishingiz sizni tanangizga qanday ta'sir qilishi haqida gaplashamiz. Ko'p hollarda muammo ovqatda emas, balki ovqat atrofidagi sharoitda bo'ladi. Ko'pchilik shunaqa deydi, men aslida ko'p yemayman. Bu ko'pincha rost bo'lishi mumkin. Muammo shundaki, inson faqat nimani yeyotganini eslab qoladi. Lekin qayerda, qanday tezlikda va qanday holatda yeyotganini hisobga olmaydi. Uyda ovqat oldindan ma'lum bo'ladi. Porsiya odatda kamroq hisoblanadi. E'tibor asosan ovqatlanishda bo'ladi. Ko'chada esa ovqat tez yeyiladi. E'tibor bo'lingan holatda bo'ladi. Porsiya katta bo'lsa ham normal ko'rinadi. Qiziq tarafi, miya bu holatni darhol farqlamaydi. Ovqat arxitekturasi. Oddiy qilib aytganda, ovqat arxitekturasi ovqatni qaysi joyda, qanday idishda, qanchalik tez va qaysi muhitda yeyotganingizdir. Bu ovqatning tarkibi emas, bu ovqatni dizayn. Bir xil ovqat kichkina likopchada kamroq yeyiladi. Agar katta likopchada berilganda ko'proq yeyiladi. Bu iroda bilan bog'liq holat emas. Bu miya vizual va holatdagi signallarga qanday javob berishi bilan bog'liq. Nega ko'chadagi ovqat boshqacha iste'mol qilinadi? Ko'chada ovqatlanayotganda bir vaqtning o'zida bir nechta narsa sodir bo'ladi. Masalan, ovqat tez yeyiladi, telefonga qaraladi, suhbat bilan ovora bo'lamiz va shovqin bo'lishi mumkin. Bu paytda inson miyasi ovqatni to'liq kuzatmaydi. Natijada kishi och bo'lmasa ham ovqat tugamaguncha yeyishda davom etadi. Keyin qanday qilib buncha yedim degan savol paydo bo'ladi. Bu savol juda ko'p bemorlarimda uchraydi. Yana bir holatda juda ko'p xato qilinadi. Ko'chada ichimliklar, souslar, kofega qo'shiladigan qo'shimchalar ko'pincha ovqat sifatida qabul qilinmaydi. Yana bitta muhim jihat, ba'zan odamlar sog'lom deb o'ylaydigan smuzilar yoki qora nonlar ham kaloriya jihatdan juda zich bo'lishi mumkin. Muammo shundaki, bular to'yish hissini bermaydi. Natijada sezmagan holatda 200-400 kaloriya ortiqcha yig'iladi. Bu ko'p yeyish emas, balki sezmay qolib yeyish hisoblanadi. Tez ovqatlanish va to'yish fiziologiyasi. Oshqozondan chiqqan to'yish signallari miyaga, ya'ni gipotalamusga yetib borishi uchun kamida 15-20 daqiqa vaqt kerak bo'ladi. Ko'chada esa biz ovqatni ko'pincha 10 daqiqada tugatamiz. Natijada oshqozon to'lgan bo'ladi, lekin hali ham ochman deb o'ylaydi. Bu mexanizmga e'tibor berish juda muhim. Demak, siz noto'g'ri sharoitda bo'lsangiz, bunda sizni miyangiz va tanangiz qanday ishlash natijasini tushunib oldingiz. Agar sharoit noto'g'ri bo'lsa, eng kuchli, intizomli odam ham qiynalishi mumkin. Xulosa qilamiz. Bir narsani yodda tuting. Siz ko'pincha ovqatni emas, sharoitni yeysiz. Shuning uchun bir xil ovqat ikki xil joyda ikki xil natija beradi. Muammo ovqatni o'zida emas, balki ovqat qanday va qayerda tanaga kirayotganida. Agar siz ham uyda nazorat bor, lekin ko'chada yo'q degan holatni o'zingizda sezgan bo'lsangiz, izohlarda shuni yozib qoldiring. Keyingi videoda biz organizmni ichki signal tizimi va nega ba'zan hammasi normada bo'lsa ham vazn qotib qolishi haqida gaplashamiz. Salomat bo'ling.